Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık inşallah. Bugün 3. kısım. Sen deb nomlanadi. Kichkina sarlavhasi, balki bu kitob aynan men uchun yozilgandir degan savol bilan boshlaymiz inshaalloh. Bu yozuvchi nimalar deyapti o'zi? Buni qanday qilyapti u? Sal g'alati-ku. O'zi bilan o'zi gaplashyapti. O'zini o'ziga tushuntiryapti. O'zi bilan o'zi bahslashib, ichidagi dushmandan o'zi haqida so'rayapti. O'zi bilan juda ajoyib narsalarni qalamiga olibdi. Hech kimni gapirtirmayapti. Aslida jismi ham, badani ham bo'lmagan, gapira oladigan, lekin inson bo'lmagan narsa nafs haqida gapiryapti. Insonning ichidagi men haqida so'z ochibdi. To'g'risi, muallif juda g'alati ekan. Shu paytgacha birorta yozuvchining nafsni gapirtirganini ko'rmagan edim. Shuning uchun ham menga erish tuyulyapti shekilli. Buning ustiga adib hali juda yosh ekan. Qanday qilib bunday narsalarni yozyapti? Hayronman. Uning hayol kuchiga, tasavvur kuchiga hayratim oshyapti. Kitobning boshidagi sahifalarga qaytib, yozuvchi haqida yozilgan gaplarni boshqatdan o'qib chiqdim-u, boshimni kitobdan ko'tardim. Aslida kitobdan boshimni ko'tarmay, soatlab o'qiydiganlardan emasman. Kitob o'qidim deguncha yo yuragim siqiladi, yo uyqum keladi. Lekin mana bu odam nafsga u uyquni ham men olib kelyapman degizyapti. Nafsga qarshi kurashishim kerak deb o'ylab qolyapman. Tavba. Nafs rostdan ham odam bilan gaplashadimi? Ishimdan keladigan ovoz nafsning ovozimi? Nega qidirmoqchi bo'lgan ishlarini xuddi o'zimdan chiqqanday qilib ko'rsatadimi? Bu kitob juda g'alati, butunlay boshqacha kitob ekan. Bor yo'g'i bir necha sahifa o'qidim, lekin gunohlarim haqida o'ylashga majbur qilyapti. Hammadan yashirganlarim, tavba qilganlarim, hech kimga aytmaganlarim hammasi birma-bir esimga tushyapti. Nahotki ularni mendan boshqa yana kimdir bilsa? Birdan uyalib ketdim. Qanday qilib bunday xayolga borganimga o'zim ham hayron bo'ldim. To'g'ri, ichimdan keladigan ovozlar bor. Ko'pincha har xil bo'lmag'ur, yomon ishlarni qil deydigan ovozlar. Yozuvchi esa ularni bu nafsning ovozi deyapti. Yana bularni aynan o'sha nafsning tilidan ayttiryapti. Ichimdan kelgan ovozni eshitishga urinib, ayni paytda o'zim nima istayotganimni o'ylayapman. Nima qilasan shu kitobni o'qib, deyapti ayyor nafs. Mana necha soatdan beri o'tiribsan, bo'ldi. Uyingga borsang-chi. Borib dam olgin. Axir bu kitobni yozgan odamni tanimaysan. Ham-ku. Tajribasiz, yosh bola ekan-ku. Kitobni hali hech kim o'qimagan ham bo'lsa kerak. Bu kitobni shunchaki olgan eding-ku. Vaqtingni mana shu notanish kitobga sarflashing shartmi? Shunga arziydimi? Axir vaqt oltinga teng-ku. Ichimdan kelgan ovoz aynan mana shunday dedi. Hayron qoldim. Eng qizig'i mana shu ichimdan kelgan ovozga quloq solgim, aytganlarini qilgim kelyapti.
Boshimni aylantirib yubordi bu kitob. To'g'risi, kitob juda qiziq masala bilan boshlangan ekan. Lekin men o'zimga ichimdagi ovozga quloq solaman. O'rnimdan turdim. Boya choy olib kelgan bolakay yonimga keldi. 3 finjon choy ichibman. Shuncha choyni qachon ichdim, eslolmadim. Bolakayga choyni pulini berib, sohillardan nari ketdim. Lekin bu safar ko'zimga ma'sumgina ko'rindi. Nega bunday bo'ldi? O'zim ham tushunmadim. Yana qosh qorayganda yo'lga chiqdim. Oldinda yana uzun yo'l bor. Inson ko'p yo'l yurganidan keyin barcha yo'llar unga shunday tuyulaversa kerak. Shuning uchun ham yo'llar ko'zimni qo'rqityapti. Ketish o'lim. O'lim ham baribir ketish. Balki shuning uchun ikkalasidan ham biroz qo'rqayotgandirman. Eng yaqin bekatdan bir avtobusga chiqib, eng orqadagi o'rindiqlardan biriga o'tirdim. Boshimni qo'yib, biroz bo'lsa ham uxlamoqchi bo'ldim. Lekin negadir miyamda kitobdan jumlalar kezib yuribdi. Kitobning yozuvchisini ruhan o'zimga yaqin his qildim shekilli. Yurakdan samimiy yozibdi yoki menga shunday tuyuldimi? Masalan, balki bu kitob aynan men uchun yozilgandir, debdi. Balki o'sha odam men bo'lsamchi, deb o'ylab qolyapman ichimdan. Demak, yozuvchining bir dardi bor. Yozganlari birgina odamning yuragiga yetib borsa ham, unga shuning o'zi kifoya. Men shunday deb o'ylayapman. O'sha odam men bo'lishim mumkinligi esa kitobga qiziqishimni orttiryapti. Yana yozuvchi nafsni gapirtirib, sen xayrli ishga kirishganingda seni to'xtatgan ham menman deb iqror qildiribdi. O'ylanib qoldim. Qo'ltig'imga qistirilgan kitobimni yana qo'limga oldim. O'qiymi, o'qimaymi deb biroz ikkilanib turdim. Ishimdan kelgan ovozga quloq solsam, u ham o'qishimni istadi. Bu kitob meni sehrlab qo'ydi shekilli. Eshitmagan ovozlarni eshitganday bo'lyapman. Men eshitdim deb o'ylagan ovoz to'xta, nima qilasan o'qib, deyapti. Kitobdagi nafsga o'xshab. Men buni bir o'yin deb qabul qildim-u, yozuvchi istaganidek u qo'ygan qoidalar bo'yicha kitobni o'qishda davom ettirdim. Shu yerda do'stlar endi tanaffus qilamiz. Sababiki videoga sig'may qolyapti. Endi asosiy Qozi Mahmud afandi to'g'risida gap ketadi. Keyingi nimani 4-bo'layda, hozir birin-ketin qo'yaman, ikkala bo'layda ham keyin davom ettiramiz inshaalloh.